Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz obunachileri va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar yetmish bo'ldi. Mana chorva qo'yish ko'zlar. Akalar biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shoh mahallasiga yetib kelamiz. Xudo xolasa, anda yemlanib turgan mollar bor ekan. Ertalar yemagan ekan. Men faqat yem xunajin yem yegan ekan. Xudo xolasa Johil ukamiz yonidan yetgan. Sizlarga mollar ko'rsatgan bir mollar zo'rida yemlanayotgan. Yemlanyapti. Haligi teritib, yem yeb, hasha yegan mollar bunaqa atala yemagan bu. Yemaganmi? Mollar yemlanayotganlar. Yemlanyapti. O'zlaring boryapsizlar. O'zimiz boryapmiz. Bu o'g'animizga 90 kun bo'ldi. 90 kun bo'ldi. Mollar bundan ham ozg'inadi. Bundan ham ozg'ini. Yemda zo'r ketayotgan mollar. Yemda zo'r ketar. Yem hashakda zo'r ketayotgan. Zo'r ketar ekan. Mollar ko'rsatgan bunaqa molni mana shu bir xonanda qildi. Semiz bo'lib ketdi. Mana. Bular bo'yi qancha endi? Bular bo'yi 1.50 chiqadi. 1.50 chiqadi. 1.50. Xotirjam o'lchab ham beraveramiz, silpon qilsa. Bo'ldi. Bular Johil aka endi buni bu kiloga qo'yib berasizmi torazga? Tilpon qilsa torazga qo'yib beramiz. 250 kilo xotirjam chiqadi mollar. 250 kilo xotirjam chiqadi. 10 chiqmasa mana shu chiqadi. 250 kiloda oshiq chiqadi mana shu. Mana shu mol yetib chiqsa 250 kiloga oshiq chiqadi. Oshiq chiqadi. 250 kiloda xotirjam oshiq chiqadi. Tilpon qilsa qo'yib beraveramiz torazga ham. Qo'yib beraverasiz. Toraz bor-a? Toraz bor. Bo'ldi. Tilpon qilaverasizlar. Endi buning narxi qancha ekan? 27 da o'tib beraman. 27 dan o'tib beraman. Qancha o'tib berasiz? 100 ming o'tib beraman ikkalasiga. 26. 26 da. Yana o'tasiz. 25 millionga olsa. Bor baraka. İkkalasini 50 millionga olishaversin. Ikkalasi 50 millionga olishaversin. Olishaversin. Tilpon qilsa ozmas o'tib beraman. Yana o'tib berasiz. Xayr bu. Barakasi. Akalar xotirjam tilpon qilaverasizlar, nomerlar pastda bo'ladi.